Bank qarziga uy setib olamaganlik sababidan buzilib ketgan bir jup yoshning to'yi jumon. Bak ichinish hikoya cho'qqin bir anglang. Ya'ni cho degan vaqtida men shu yangi uymilik shirkatlarda ishlayotgan vaqtimda bunda ishdan birisi bo'lgan. Buning bir necha yillar bo'lib qoldi. Ya'ni cho degan vaqtida bir jup yosh endi shu bizning uyimizga uy olma deb kelgan. Ha bo'pti olsanglar deb andaman uy ko'rsatdik, u qilgan bo'ldik. Ham bularningki biroq bir hikoyasini anglash jarayonida qanday desangiz bular kichigidan tortib endi bir maktabda o'qib, oliy maktab bitirib bu qilib qilgan. Ammo qiz tarafning oila sharoiti bak yetarlik. Qiz o'zimi o'z chiroyli umdan qiz. Lekin o'g'il taraf bir chet sahroyizga dehqonning o'g'li. Oil sharoiti degandek ko'ngildagidek emas. Shu bichar dehqon ana shu yet yerib, kalning sutini setib, mushning bilan tirikchilik qilib, shu topgan pulni berib, bolasini o'qatgan. Demek bu bala o'qish jarayonida cho degan vaqtida shu ota-onasining seppagan to'ttangi puli bu balaning yug'ursig'im yo'q bo'lmagan. Cho'ng shaharlarda andimanda o'yin bo'lib qoldi, so'rin bo'lib qoldi, muhabbatlarni chiqib mehmon qilishib qoldi. Shuning bilan cho degan vaqtida bu Xobi deysiz, Jufubo deysiz, u yerdan mushtaq qarzlarni olgan. Demek bu qarzlarni ilib, o'qishlarni maral bitirib, diplomlarni olib kelib, ma'lum bir yerga 4000 yuan maosh oladigan xizmatchi bo'lgan. Demek şu biten şu qarzlar 20-30 ming yuan qarzga şu qarzni qaytarmay bu yoqning inovati bıraklam yuchi qiymindan bo'lib qop-qora holat kelgan. Endi buni o'ngshash uchun ya 3 yildan 5 yilgacha vaqt ketadi. Shu vaqtda shu qarzni qaytarib butun shu ta'minlaydigan materiallarni ta'minlasa, anandan keyin bank qarz qilib uy olamdi, mashina olamdi, shu masalalarni hal qilib bo'ladi. Demek bu ahvallarni bu bala ya ata-onasiga demagan, ya to'y qilgan qiziga demagan. Shuning bilan cho degan vaqtida cho'nglar o'zaro nim qilib qolgan. Qiz tarafning xorihliga ustinga, işte bu xalqning qanday qizimni baqala, qanday turmushlarni ko'rsatdi deb mushtaq qiladi ekan. Lekin qizlar o'g'ilning va'dasi har holda chin bo'lganligi uchun bularni bo'pti to'y qilayli deb qilgan. Bichar ota-ona yerlarini setib, qallarini setib, uni qilib, buni qilib shularning qo'liga bir 60-70 ming yuan pulni olib bergan. Oxirida cho degan vaqtida qiynanoqchi degan. Voy qizim, sen nerede tursa, biz degan anda obro'li haq, manda tuqqanlik haq, oq tuqqanimiz va ko'k tuqqanimiz va sen haqni oldida sat emasmi, ijara uylarda saralar verib, saradagi yerlar turib kelsang, seni necha yil o'qatgan tusak, voy bo'ldi, avvalmush uy ilib, nominglarni qilib bir uy ilinglar, deykan qarz qilib bo'lsin bir uy ilinglar. Uy olgandan keyin biz mush to'y qitilimiz deb shu ota-onalarni yandırib, pullarni qaytarib berib etgan. Demek bular u yoq qiz deb shuning bilan bizning oldimizga kelgan uy og'ili. Kelgandan keyin biz abobdi deb ko'ngildagidek uylarni ko'rsatdik. Hamda o'g'il bolaning deydig'ini oyda shu 1500 ko'y, 2000 ko'ydan ishib ketmasa, oldig'ini 4000 ko'y pul, turmush yo'lida ekan, o'g'ilda ekan, bo'ldi ekan deb shuning bilan 80-90 bin franc, 70-80 bin franc hamda o'ttir hal normal uylarni ko'rsatdik. Ko'rsatsak, ele qiz deganniki hal, qiynanısıma bermagan qiz bilan tan kapto birlik ko'ygili. Voy bu uyning yatırı kichikka, ma uyning mandaqga, egiz qavatga, oqga, ko'kka. Pechet Fransiya uslubida ashundaq noch shanda hozirgi zamon Jongshuqqa uylar kelsin. Hop uylarning oylik deykan qaytirish so'miz 3,5 ming, 4 mingga boradi palonchim. 100 ming ko'ylik million yuanning ostidagi uylar. Mushta uylar amamdi. Uy deganni umrda bir qitim oldigan nem tutsa, do'st dushmanning oldida nima qilamiz dedi. Hamda yotqan qarab tursa, eliq bichar bola ye kirib ketmedi, uning uyoq bo'lib ketdi. Lekin chu degan vaqtida ko'ngil ishdan chiqqan ko'ngil qo'yan deb u jangvoning unchilik deykallarni to'ligidek oldig'in 4 ming qo'yib pul. Uning nimasi yo'q. Turmush degan muhabbat boshqa, tatliq she'rim bo'ladi. Bir-birisini çandolmay, bildirmay, eğirçiliğini tatmay. Turmuş o aqısı bir muş bo'lganligi uchun o öyüne 3-4 ming koy daykani to'ysa, akılan zahyamdı, dostva düşman ba, memay üçün kememdi, ağrıqsılaq bo'lmamdi. Şunu bilan cho degan vaqtida bo'pti deb bu tushunildi. Shuni bilan öylarni ko'rsatdik. Oyda bir 2700 koy, 2800 koy chiqadigan uydan birini topdik. Lekin cho degan vaqtida bo'pti deb inovatini urg'izib bordik bankka. Aprep urg'uzuydik, mashtaq Norgoyadan, Xobidan, Jufubodan palanchi o'qigan vaqtida olgandaykan, madaykan bo'lib, o 4-5 yilsiz, 5-6 yilsiz o inovat asli kelmaydi. Hem bu baldın rencişinin haceti yok, amal yok, şu dehqanның balisi, uşaq aqısı inilir vaken, sınılır vaken, muşun okutuş için biçer dehqan dada anının ikisinin kolları üzülüp gittik. Dep 50'nin 60'nin karşısını amas tuturup karşısınız buvamdek, mumamdek olap gitipti. Şu capada
Hem bu balımı şu ata-anamdan degenden teyyamda manda sistemide alsak boladı ekan deb ip andımında hashlab qo'yibdi yoshlikda. Şu yerdelerden eniq gap qilamiz go, bu balık uy aqıl bo'lmaydi fikam sana. Hozir 200 ming koy, 300 ming koy oldin to'lash puli bersangma alanmaysa saqam, amal yo'q bu uyni. Endi senga biz deb qo'yib vaqti kelganda deyki ishing bitmasa, yağanchi degan namni deb qolaman men deb jujuya qildik buni. Bo'ldi deb endi buni qaytardik. Shuning bilan bularning boshlagan sangilab ketdi. Ela xotin degan endi ko'tildab shundaq alpazlar yomon bo'lib ketdi. Ashtaqib bular bilan xo'shlashdik. Keyin bir kunlarda anglab, ma'lum birlardan anglab qilsam, shu uy yo'qki, uy ololmaydi-ku deb, hali nachar qinana, hali qizini mening qizim degan ajoyib chiroyli qiz, andaq qiz, mandaq o'qimishlik biz degan mandaq haq deb obro'y parazlik qilib, shu qizvalni hali balığı beğenmeptim. Şunun bilan mecburi ikkisini ishim apam dadam rozi bo'lmagandikin, qaytilmagandikin deb ketibdi. Lekin chu degan vaqtida o qizlarning otig'i ataqli qiz bo'lib qoldi. Lekin yoshlar uzun mezgil bir yerda yurgandikin, hayvonlardek, to'qolardek bir-birisidan juplashib qoldigan gap. Andamdan hozirgi vaqt kayfonchilik bo'lib ketgandikin, nada tuding, nada qilding deydigan burunqandek, ay dadangning achchiq keldi deydigan ishlar bo'lmagandikin, ularda endi chiqishlar bo'lib ketgan. Şuna olan bu turmuş şu uy alanmay, uy yo'qga deganlik sababidan buzilib ketdi. Mana şu anının şu sababidan. Men nima demoqchi desamiz, bu yerda endi mushtaq hikoyalar bak uchrab turdi. Navaq aldirashchilik, ko'ngilning arami yo'q. Uydagilar ag'adi, dadam ag'adi, doktorxon bo'lib ketib qoldik. Shunga endi bir necha oy bo'lib qoldi, film ishlamadik, ishigidek vaqtmi yo'q. Ammo hikoya degan datmallarning dadi degan bak yig'ilib ketdi. Biz jamiyatdagi nurg'un mushtaq bir ishlar. Ham deydiganimiz nima degan vaqtida atı buğularımız bir-birisini apam dadamlarını buvama bir yığız topu öylerle o boqab çıkarıp koyaptık ya 5 modun 6 modu yani berip etigen de apam berip bir gün keş kirgiç 10 neçe candan tamıgını yitip momam bilen tang nanını yıkıp keş oğanı berdiğini momamның aşı 500 gram sütünü verdi rahmetlik momam aşı onu ilip bir singlimni dadam apaş kılıdı bir singlimni kichigini apam götürdü meni yetleydi 1 kilometrdek çıkıdı bir melning beshidan bir melning beshiga aşında qıp et yeni berip şu çoğuyunun işini kılıp men isimli tepip 10 neçe yaş qavğandayken özümüzün jahan makalları ayrım bulup şu jahallan tutkan şu anıla yokkuma bağım çidap manı yoktike battike yani bir nimke demezden manı bizdek ballarını tuğup çoğun kılıp cemiyetki terbiyelep çıkadı şu anılar şu dadılar hem de bir üy yok ki yani bir nimesi yok ki ah ki kök ki dep İşte adam birleşip turmuş tutsa, turmuş kursa, anadaki bir niyet, bir maksat tapkan pulunu bir-birisinden kısamasın, yuşamasın, çin samimiylikler, rastçılıklar yığıp, bir-birisiga itaat etmen bulup, bir-birisiga cın bolsa, dünyanın baylıqını keltögül boludu. Ben şehirge kirdim, işlemem yok, Aysa Musa, Gansacısa, iki kolumu donumu tıkıp kirgen. Bu an bosumu kılime degen ben. Bu hallik olsun kılime, yani birinin olsun kılime dedik. Boyta, xotum mu yok. Demek hazır uydagilarla tanışıp kaldık. Ticaretlik, çen özü, qalğanımni boldu dedi, yoqum gibi ijara uyumga mükönde, kichkinan 60 bin falan uyumga mükönde, tan japarını tartib, bir yer işsiz 2 ming koy ishlaydi, o arqali turmushni qandaydi, mening tapgan pulimni uyning azdol deykinni qildik. Çayga, yana bir oyun, tamasha, o restoran, dost degan bilan aralashmadik. Chunki aralash uchun haqnikini yegandikin haqqi yigizmasam bo'lmaydi. Uni yigizamigidek iqtidor bo'lgandikin o aralashishning hojati yo'q. Deb tishimizni tishlab 1-2 yil, 2-3 yil japanimi tatdik. Düp popap mal berib başta bavşan satdik, uyma kirib, iningdikin uy satimiz deb benan judik. Endi-chi degan vaqtida mana ya bizga dadimiz pul berib, uyni oldimi deya, ya ikki tarafdan bizga yordam qilmadi. Shu ikkimiz bir niyat, bir maqsadda 2-3 yil 3 yil tirishib qo'ydik. Hozir kamga yaxshi. Shunga chiqchi degan vaqtida muhabbat pul mal dünya bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin chu degan vaqtida haqiqiy yaxshi xayrlik ish degan nima degan vaqtida qizval degan adi yaxshi bo'lmasa o'lganda yadi boytaqning kuni ishning kuni deb lalmishdak lalm bulab boytaq yurib nurg'unlagan xatoliklarga petinib yurgandan qizval degan uyada ashu tar paypaqni kiyib 20 sant yopkini kiyib uyada shalaqshib uning oldisi buning oldisi bo'lib turgandan bir avlan qonunli qizil qog'ozni ilib bir yostiqqa bosh qo'yib bir-birisiga mehr muhabbat berib farzandlik bo'lib qissa
bu mu ata-anıma bunun yaxşılıkları boludu, bunun yaxşı tarafları ata-anımı körüdü. Hem de o gidikinden mal dünya öy, icari öyde oturdu ki palancınımken, pökünçken, menin kızım diyen manda çıraylık kız, manda okugan 100 mingni, 200 mingni alime dese kim tapalaydı o pul ne? Kim tapalaydı? Tapalaydıgandan netçisi ba oylap ekine. Netçilik ba hazırkındak pul tapmaktan, can bakmaktan tesip git bakalım. Muşu küller kim tapalaydı? Hiç kim tapamaydı. Lekin işki adamның aqidisi, samimiyeti bir yerga kelsa, işki adam tang tirishib, tağanın uçunum astınım çın tutsa, asta-asta tadrici bo'ldi. Mana mushu bijillardan tatib, bultolardan tatib, andamında chiqib, balla bilan aralashib, adamchilik qilib qiladigan bo'lib, andamını bozorga qo'yib, taomlarni yeydigan bo'lib, qilib qoldik. Onun oldida nani tushda cho'qim uydan tamoq yeymiz, bozorda 20 ko'y, ishga adam yesek 50 ko'y ketadi deymiz. Berib bag'ani birsimiz sayoqlaymiz, birsimiz tamoq qo'raymiz. Oshda qilib turmush qiladigan gap. U biraqlam osmondan hamma xo'shallik, boylik siz o'ylagandagidek turmush u tushungizdagi turmush tarixlardagi nimalarning turmushlari o bir xiyoliy tushlik turmushlar o hammaning biroq olib ketmaydi. Asta-asta odamchilikmi asta-asta bo'lganga o'xshash odamgarchilik. Shunga hammaning asta-asta anandekin İşki adam birleşip tapqa ovqatning ta'mi bo'ldi, lazzati bo'ldi, berkit bo'ldi. Shunga deydiganim nima degan vaqtida mushundaq bir seliqlarni selib, ballarni qiynamanglar, yoshlarning baxtiga o'tamanglar ota-onalar. Yaxshi bo'lsa, uy tuta olsa, jigiri va vijdoni bo'lsa, bir ota-onasini yaxshi ko'rdigan, bir ishki odamga bir birachin tamoqni bera oladigan, bir haq naqaq ustida bir ishki odamning oldida bir ikki og'iz gapni qilib, bir odamni kuydamaydigan bo'lsa, Amda bir nimasi bo'lsa, beringlar qizlaringlarni turmush qursin. Sizlarga xotirjam ota-onaning majburiyati, qarzi ota-onaning turmushga chiqarish. Unda bo'lgandan keyin qilsanglar, sizlarning zimmanglardagi yuk yengillab qoladi. Uning yoqidagi ishi bo'lsin, bo'lmasin, sizlarning vazifanglar tugaydi. Uning yoqidagi xatolik olamdi, o'zini nim qilaman, u o'zining ishi. Anda qilmay bir qitimmi to'y qilmagan, yoshunda qilmagan qizlaringlarni mana mushtaq basi ashta olib ketdi, olib ketdi. To'ydan keyin men hozir tirisini qazib ketadi-ekan, bosh ko'tini topa olmaydi-ekan, oxirisi nimaga aytsangiz, aroq ichadigan, mushu tamoq chekadigan, ashunda kayf orqali o'zining kemush bisimlarini yengillatadigan, nurg'unlagan yosh bolalar tugab ketib bordi, bultoning bu yoqqa nima tugib ketib bordi desangiz, yoshirin yurak-ekan, topgan kasal. Ay bisim kat uydayken, maşindayken, bisim, turmuş bisim, çay, ma çay, oturuş, ma oturuş. Şulağı tapması bombagandıki, aşu kallığı, xiyalğı kirivilip, açık tamakını çekip, açık araqın içiplam, içiden cigerler, qitip, kılkan tomurları tosuluplam, mыңıları kançıp ölüp git bardı. Rastçıma, onçilik bisim qilib, onçilik çoğun bisimlarını qilib, xaqıla izeng taqışaldırıp, yaşıqıdak mənjil ömür kömeyimiz, 100 yıl ömür kömeyimiz. Hayat qısqa, qaysı uslupda yengil yaşasanız, aşı usul tallan. Boptu kişiler sizle arlaşmış eşkisi yok, çinket eşkisi yok, adımger, Özünüz tanlagan yolunu özünüz haq nima deb qala, haq nimada degan gap bilan yashamang, uqdingizmi? Haqning sizga baho beradiganqa hech kimga salohiyati to'shmaydi. Hammamiz o'zimizning dunyosida yashaymiz. Agar mening deganim to'g'ri bo'lib qolsa, xalqim sho'di duy deb qo'yinglar. Men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon uy mulkka oid so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidar ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.